Avvalambor assalomu alaykum aziz podpисчиклар, aziz obunachilar. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana gilos bog'larimizni yig'ishtirish jarayonida chexson qilib qoldik. Qo'y so'yib, qon chiqarish niyatida. Obuna bo'lib, like bosish, podpiska bo'lish eslaringizdan chiqmasin mana. Mana gilos jarayonlari. Mana. Hoji bu nima deysiz endi? Mana Allohning yo'lida qon chiqaryapmiz. Betalofat bu yilgi hosillarni yig'ishtirib olishimizga o'zi madadkor bo'lsin Parvardigorim. Amin. Yuzimizni yerga qaratmasin. Amin. Sizlarni ham omadlaringni berib, bundan daromadlarda qilinglar. Amin. Ehson qiladigan boylardan bo'linglar. Amin. Hajlarga, umralarga borishlarga ro'zi nasib aylasin. Allohu akbar. Kam bo'lmagan.